Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. O'sha sizni g'usul qilayotgan g'uslingizni nomini aniqlash kerak. Nima uchun g'usul qilyapsiz? Siz agar oddiy yuvinish uchun g'usul qilayotgan bo'lsangiz, undan tushgan, badaningizdan tushgan suv u yoqdagi ishlatmoqchi bo'lgan suvga tushsa, u suvni harom qilmaydi. Lekin junub holatdasiz, ya'ni nopok holdasiz, nopoklikni ketkizish uchun yoki ayol kishi hayzdan poklangan bo'lsa, yoki nifosdan poklangandan keyin yuvinayotgan bo'lsa, ana shu junublik yoki hayzdan poklanishda yuvinish g'usulida bo'lsa, unda badandan tushgan suv u yoqdagi toza suvni ichiga tushsa, u suvni demak nopok qiladi. Nojoiz qiladi, najasga aylantiradi. U bilan qayta g'usul qilishlik joiz bo'lmaydi. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Tahorat suvi ham xuddi shu. Demak, tahorat suvida ham odatda biz junub bo'lmaydi odam. Junub bo'lmagandan keyin tahoratdagi suvning nomini al-ma'ul musta'mal deyiladi. Badandan chiqqan suv yana qayta u yoqqa tushsa, Imom Abu Hanifadan boshqa mazhab ulamolarining nazdida u o'zi pok, lekin poklovchi bo'lmagan suv hisoblanadi. Bitta Imom Abu Hanifani o'zlari tahoratda badanni yuvgandan keyin to'kilgan suv u pok emas, u boshqa joyga tegsa uni nopok qiladi deganlar. Lekin fatvo u kishining shogirdlarining gapiga bo'lgan. Demak, tahoratda tomgan, badandan tomgan suv harom emas. U kiyimga tegsa, boshqa joyga to'kilsa, uni haromga aylantirmaydi, balki u demak ishlatilgan suv poklovchi emas, o'zi pok. Demak, mana shu narsa juda ham muhim. Vallohu taala alam bis-savob.